Ozgina yordam qilsang, men ayvonda qumlarni olib bersam, sen tashqariga olib chiqsang bo'ladimi? Shunga chaqirdingmi? Men qabrdan qo'rqaman, jindimisan sen? Ke, nima qo'rqasan? Erkak kishiga farz-ku qabr ko'rlash. Ke, men yoningdaman-ku, ichkarida bo'laman. Ke. Eshitdingmi sen? Nimani? Ana do'stim. To'xtay, tinchlikmi, nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling uka. Aka, mana shu mahallada bir hafta oldin o'lgan odam bor ekan. Ha, bor, erkak kishi. Tinchlikmi, qarzi bormi? Yo'q aka, qarzi yo'q edi-yu, shu odam aka qanaqa odam bo'lgan? Ha, u odam xotinining gapiga kirib, aka-ukalari bilan yer talashib, ko'chaga chiqargan dilozori odam bo'lgan. Yer talashadigan insofsiz, vijdonsizlar shuni eshitsin. Buni Xudodan qo'rqmaydigan pastkashlar shuni eshitsin. Yer aytarkan, "Ey, ikkoving ahmoqdir ekan. Men ikkovingniki ham basmandir ekan. Sen ikkoving menikisandir ekan." Bu degani qarang, bitta o'sha 40 santimetrni deb bugun aka-ukalar teskari, ertaga jiyanlar nima bo'ladi? Mabodo umuman kelishi bo'lmaydigan darajada bo'lsa, to'rsotlik tashab chiqib keting arendaga. Siylay rahim buzilmasin deb tashab chiqib ketyapsizmi? Alloh ko'rib turibdimi? Bunday qarab bilib turibdimi? Axir Alloh uchun bir narsani qilsak, Alloh biz shunday tashab berdi deb o'ylaysiz.